Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga Rio gulining parvarishi haqida kerakli va foydali ma'lumotlarni aytib o'taman. Rio guli xona sharoitida tikka quyosh tushmaydigan joyda joylashtirib saqlanadi. Ertalabki biroz tushib o'tadigan quyosh nurlari gul uchun juda ham foydali bo'ladi. Bu gulning harorati qish kunlarida 15 gradusdan pastga tushmasligi kerak. Bahor va kuzda 15-30 gradusgacha haroratda yaxshi o'sa oladi. Issiq va quruq haroratga biroz talabchan gul hisoblanadi. Rio gulining sug'orilishini o'z tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Rio guli ancha-muncha beozor gul hisoblanadi. Shuning uchun chanqab qolgan holda ham gul o'sishda davom etadi. Gulga suv berishdan oldin tuproq qatlami 2-3 sm barmog'ingiz bilan ko'rasiz. Tuproq qatlami quruq holda bo'lsa, keyin suv bersangiz gul uchun ancha yaxshi. Rio guli uchun sprey mumkin. Sprey joni dili hisoblanadi. Har kuni sprey qilsangiz ham bo'ladi. Oziqali spreylar ayni muddo gul uchun juda ham foydali. Faqat juda ko'p spreydan barg qatlami chirib qolishi mumkin. Shuning uchun spreyni ozroq kam qo'llaganingiz ma'qul. Gul uchun sprey ham sug'orish ham me'yorda bo'lgani yaxshi. Bu gulimizning oziqalari bahor, yoz va kuzda 10 kunda bir marta universal mineral oziqalardan beriladi. Qishda esa oziqa berilmaydi. Gulning tuprog'ining tarkibi biohumus, torf, qum, sifatli yer tuprog'i qo'shimchalariga vermikulit va perlit aralashtirib unumdor tuproq hosil qilasiz. Bu gulning ko'paytirilishiga kelsak, yon ildizidan o'sib chiqqan detkalar orqali ko'paytirasiz. Yonidan o'sib chiqqan bolachilarini ildizi bilan birga ayirib olib, kichik tuvaklarga o'tkazasiz. Bu gulimizni shu yo'l bilan ko'paytirasiz. Gulimizni periodikasini har 2 yilda bir amalga oshirsangiz bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'lingizlar.